Sevindim. Bu voqeadan so'ng yanada ibodatlarga g'ayrat qildik. Shunday mavsumda bir lahza ham behuda vaqt sarflamaslikka intilardik. Yana bir qiziq voqea bo'ldi. Darvoqe, har doimgidek necha hojilarni o'zimizga yo'ldosh qilgan va ularning borish-kelish xarajatlari va sovg'alari uchun pullar bergandik. Bu Abdullohning uzoq yillik odati edi. Mana, yillar o'tib, ilm uchun, tijorat uchun qilingan safarlar, jang uchun qilich yalang'ochlab, ot yeldirgan damlarning asari keksaygach yuzimizdan bilinmoqda. Bu vaqtga kelib, butun xalq Abdullohni qayerda ko'rsa to'planishar, uning ilm majlisida o'tirish uchun orzumand bo'lishardi. U bo'lsa shuhrat o'z domiga tortib ketmasin deya, har borgan joyida o'zini oshkor qilmas, kishilarga bildirmas, nihoyatda sokinlik bilan mo'ljallagan ishlarimizni bitirib qaytardik. Mana, ayni damda Makka-i Mukarramadamiz. Hojilar bilan birgalikda ibodat arkonlarini bajarib, iloji boricha o'zimizni oshkor qilmaslikka intildik. Shu lahzalarda Zamzam suvini ichishga navbat turgan insonlarning oldiga borib, biz ham qo'shildik. Muborak Zamzam suvini joyidan ichishning lazzati, hayot baxsh quvvat haqida uni ichganlar biladi. Bu ne'mat ham suv, ham taom o'rniga o'tadigan Allohimning mo'jizasi va biz musulmonlarga ikromidir. Aytgancha, aytayotgan voqeani keltirib o'tish yodimdan chiqmasin. Xullas, biz ham navbatga qo'shildik. O do'stim Abdulloh, turtinib, surtinib, yiqilib odamlar bilan barobar muborak suvga keldi. Chanqog'ini qondirgach, bir chekkaga o'tdi. Ust boshlari chang, sallalari buzilgan, yuzlarigacha g'ubor bo'lgan holda ko'zlari kular, tabassumi ziyoda edi. Do'stim, deya uning sallalarini to'g'rilarkanman savol berdim. Nima uchun buncha xursandsan? Vaholanki navbating kelguncha ne mashaqqatlar chekding. Sening suv ichishga kelayotganingni odamlarga bir og'iz aytganimizda ular hurmat yuzasidan yo'l berishar, buncha qiynalmasdan osongina Zamzamga yetarding. Ey do'stim, menga boq. Endi odamlarga nazar sol. Ular ham mashaqqat chekib navbatda turibdi. Bu insonlarning meni tanimasdan, hatto turtkilab suv tomon odimlagani qanchalik chiroyli ko'rindi. Sevindim. Shuhratsiz bir lahza bo'ldi. Men ham ularni tanimayman, ular ham kaminani tanimaydi. Qara, go'zal hol. Endi sen aytgandek avvaldan xabar qilib kelsaydik, bu sururni totmasdim. Insonlar ham iymanganidan erkin chanqog'ini qondira olmasdi. Bilasanmi, men nima niyatda Zamzam suvini ichaman? Bilmadim, dedim yelka qisib. Men muborak Zamzam suvini qiyomat kuni chanqamaslik niyatida ichaman. Keyin gap tugadi degandek kiyimlarini qoqishga tushdi. Abdulloh ibn Muborak rostdan ham buyuklikning tirik namunasi. Maqtovdan qo'rqib yashaydigan, sog'lom niyatli, shuhrat domiga tushmagan inson. Agar ustozimiz Imomi Azam hazratlari vafot etmagan va yonimizda bo'lsa edi, uning yashagan hayot yo'lini ma'qullar, ishlaridan sevinar va yelkasiga qoqib duo qilardi. Madina-i Munavvarada ziyoratlar qilganimizda ham uning hayot yo'lini o'yladim. Agar uni tarixdan olib tashlasa, yillar silsilasida katta bir o'yiq paydo bo'lardi. Uning tojirlik faoliyati dunyoning salkam yarim asrlik pallasini xayrga to'ldirgan axir. Ilm tarqatishdagi g'ayrati esa qiyomatgacha ilm toliblari va xalqning sodda hayotiga ma'no berib, zo'r ilhom bag'ishlaydi. Ilmda ham, tijoratda ham, janglarda ham haqiqiy shijoatli, jo'mard va tillarda doston qahramon u. Mana shunday sifatlarni o'zida jamlagan inson bugun keksalik ostonasida turibdi. Dunyo mard bir o'g'lonidan ayrilar bo'lib qolgan. Har safar o'ylarim shu yerga yetganda seskanib ketaman. Uning dunyoni to'ldirib yonimizda yurishiga o'rganib qolganmiz. Usiz bu hayotda hafsala bilan odimlashimizga ko'p ham ishonmayman. O'zimni buncha siqmasdan xayrli ishlarga ko'proq bosh qo'shay, kamida yaxshiliklarni yoyuvchi Abdullohga ko'makchi bo'lay.